Portugaliya O'zbekistonni aniq yutadi deb o'ylab, ana bitta ikkitasi video qo'yapti. O'zbekiston yutsa mashina beraman, telefon beraman, pul beraman deyapti. Nima? O'zbekistonni past baholayapsizlarmi? Milliy terma jamoamiz mashina beraman, uy beraman, pul beraman deganlarga bir ko'rsatib qo'yaylik. Shular uchun yutaylik. Portugaliyani partillatib yutaylik, ha. Qiyin emas. Bunyodkor stadionda o'ynaganda o'zinglarni xotirjam tutasizlar. Darvozabon himoyaga, himoya markaziga, markaz hujumga beradi. Hujum prosta tak darvozaga tepib qo'yadi. Qarabsizki gol. Shomurodov ham futbolist, Ronaldo ham. Sizlar birga hamkasbsizlar. Qo'rqmanglar. Men shu yerdaman. Men ham qarab turmayman. Prosta davay deb turaman. Xullas bizning maqsad ularga emas, o'zimizkilarga ko'rsatib qo'yaylik bo'ldi. O'zimizkilar ishonmayapti chunki. Qolgan hamma ishonyapti. Bundan keyin men sizlarga aytib qo'yayim, deb turib. Mana. Mana, ko'rdinglarmi? Mana shular trend. Yana nima gaplar? Ha, nima dedinglar? Ronaldo ham Shomurodovga o'xshagan oddiy futbolchi. Sizlar hamkasbsizlar. Top bitta, sizlar 10 bitta. Nima dedinglar, ha? O'ylayman ketyapti. Ha, axir biz jahon chempionatiga chiqdik. O'yindan keyin bitta muzqaymoq esdan chiqmasdan, men sizlarga ishonaman. Qoch O'zbekiston kelyapti.